Hokimlarga shunday topshiriq. Ertalab 1 soat 8 dan 9 gacha, kechqurun 9 dan 10 gacha ijtimoiy tarmoqlarda tushgan savollarga mukammal javob berasizlar. Xalqimiz hamma narsani bilishi kerak. Ana shunga e'tibor qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovchiman. Hurmatli do'stlarim, mana bugungi 2025-yilning 15-may kuni mana quyoshimiz yerga o'zini issig'ini taratyap turgan vaqtda mana bugungi ertalabki tongda men Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga murojaat qilmoqdaman. Hurmatli yurtdoshlarim, mana bizning prezidentimiz Shavkat Miromonovich qancha kuyib yonib, xalqimga, yurtimga deb bir o'zini kuch g'ayratini boricha ishga solayotgan paytda mana bizning Dang'ara tumanimizdagi bu sovuqqonlik ish olib borayotgan holatlarni sizlarga men bugun so'zlab o'taman. Hurmatli yurtdoshlarim, mana menga 2025-yilning aprel oyida bandlikdan menga ish bilan ta'minlash to'g'risida yo'llanma berishdi. Lekin bu yo'llanmani olib men o'zimizning Dang'ara tumanining 48-sonli bog'cha mudiri O'lmas Rajabga borsam, menda bo'sh o'rin yo'q deb muhr bosib berdi. Lekin bizning Dang'ara tumanimizning maktab va maktabgacha ta'lim sohasini qaraydigan mana shu binoda bu sobiq Sherzod Shermatning davrida ishlab kelayotgan Almardon Sodiqov bo'ladilar. Bu Almardon Sodiqov ham men bunga ham necha marotaba ish bilan ta'minlashni so'raganimda menga sanksiyalarga solib, hamma ko'zbo'yamachilik qilib kelgan. Hattoki hujjatlarni rasmiylashtirib, o'zlashtirib, soxtalashtirgan holatlarini men bularni Qo'qon shahar fuqarolik tumanlar aro sudiga ham berganman. Lekin u joydan ham natija bermagan menga. Lekin bu Almardon Sodiqovning haydovchisi bir necha yildan buyon pravasi haydovchilik guvohnomasi mahrum bo'lib ishlab yurgan bo'lib, unga oylik ish haqi yozgan holatlarni men bayon qildim. Lekin men haydovchilikka ishga olaman deb o'shanda ham bu Almardon Sodiqov menga to'sqinlik qilib keldi. Hurmatli yurtdoshlarim, mana yana kuni kecha meni bandlik Dang'ara tumanidan ish bilan ta'minlash kambag'allikni qisqartirish bo'limi tomonidan ish to'g'risida yo'llanma berishdi. Lekin bular yana menga ko'zbo'yamachilik qilib, ish o'rini yo'q degan vajlarni qilishdi. Lekin men dastlabki bundan oldingi efirimda bu narsa haqida gapirib o'tdim. Lekin mana kuni kecha bizning Dang'ara tumanimizning qabulxonasida kecha sayyor qabul bo'lib o'tdi. Bu yerda bizning Dang'ara tuman hokimi Shuhratjon Tojihakimov bu holatlardan xabardor bo'ldi. Lekin meni yana kuni kecha ish bilan ta'minlash to'g'risida yana muhokama bo'lindi. Lekin men bu holatni kimga murojaat qilishim bilmadim. Lekin men bu gaplarimni baribir Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga ham murojaat qilib men endi qabuliga kirish so'rayman. Lekin hurmatli yurtdoshlarim, oddiy odam bu maktab va maktabgacha ta'lim sohasiga ishga kira olmaydi. Sabab bu yerda qandaydir to'siqlar, qandaydir bir ishlarni yopish yo'llariga bular o'z yo'nalishida juda sovuqqonlik bilan ish olib boryapti. Lekin meni kuni kecha Dang'ara tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Abdurasulov Yorqin aka bu holatni xabardor bo'lib, lekin kecha meni ish bilan ta'minlash to'g'risida buyruq berishdi. Lekin qani bugun men bu holatlarni Dang'ara tumanining bosh prokurori Akmal Boboxonovga bu holatlar bo'yicha qani xabardor qilaman. Bu Akmalxon akaning munosabati nima bilan yakun topadi bilmayman. Hurmatli yurtdoshlarim, bizning Dang'ara tuman maktab va maktabgacha ta'lim sohasini yana qaytaryapman. Boshqarib kelayotgan Almardon Sodiqov hamda tuman hokimi bu narsalardan xabardor bo'lib, bu narsalarimga natija bermayapti. Lekin kuni kecha bu holatga 48-sonli bolalar bog'cha mudiri O'lmas Rajabni chaqirsa, men shu xatolik qildim. Mayli, senga ish beraman. O'rmon xo'jaligida suvchilik ish o'rni bor, deyapti. Hurmatli yurtdoshlarim, mana ahvol qanaqa holat. Lekin bu holat bo'yicha boshqa joyga murojaat qilmang dedi bu O'lmas Rajabov, bog'cha mudiri. Lekin men bu holatlar mana endi Almardon Sodiqovni hamda Dang'ara tuman hokimi Shuhrat Tojihakimovni bu meni sanksiyalarga solgan holat uchun, bularni men moddiy ma'naviy zarar uchun
fuqarolik sudiga men murojaat qilaman. Mana yurtdoshlarim, bizni yurtimizni yuqoriga yetilayotgan Shavkat Miromonovichga men bu holatlarni yetkazib, men kerak bo'lsa Shavkat Miromonovning kortejiga chiqib bu surat bilan chiqishga majbur bo'lyapman. Jonimdan o'tib ketdi yurtdoshlarim. Hurmatli yurtdoshlarim, mana bu suratdagi marhum bizning birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karim bo'ladilar. Bu Islom Abdug'aniyevich Karimning davrida bizning Farg'ona viloyatimizning hokimi Xayrullo Bozorov o'z hokimlik ishini boshlagan. Lekin men bu murojaatim Xayrullo Bozorovga taalluqli deb bilaman. Hurmatli Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, siz mana bu hududdagi maktab va maktabgacha ta'lim sohasida Dang'ara tumaniga qattiq e'tibor bilan nazoratga olishingizni men shu Dang'ara tuman fuqaro sifatida sizdan talab, iltimos qilaman. Sababi bular menga ish o'rin bermayapti. Meni hayotimga hammasiga to'sqinlik kelyapti. Sabab bular 4 yil mobaynida meni bu ayolimni zo'rg'a meni bir 4-sonli bog'chaga bir ishga zo'rg'a olishdi. Mana Xayrullo Bozorov bizning Dang'ara tumanimizdagi ish holatlarini sizga endi namoyon qilaman. Mana bu marhum birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimning davrida siz ish boshlagansiz. Qani siz shuni xotirasi uchun qani menga nima yordam qilasiz? Xalq uchun, yurt uchun sizni ishlashingizni men talab, iltimos qilaman. Xayrullo Bozorov, meni bu so'zlarimni qani prezidentimiz 2020-yilda aytgan selektorda aytganki, har bir ijtimoiy tarmoq orqali chiqayotgan so'zlar bu tahlil qilib ertalabdan to kechqurungacha bu narsalar tahlil qilinsin degan. Qani prezident matbuot xodimi Sherzod Asadov, siz ham bu holatga munosabat bildirishingizni so'rayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatdan ham bizning viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizning tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak.